Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana Stalker va bugun biz sizlar bilan o'sha challenjni davom ettiramiz. Masterdan to Mif Slavagacha. Albatta, aytib o'tganimdek biz tanlagan Alucard Geroida. Xo'sh, ko'p kuttirmasdan o'yinni boshlab yuboramiz va ko'rib turganingizdek, mana o'sha o'ynashni bilmaydigan teammate'lar tushdimi deyman. Zabanis qilgan, ya'ni ban bergan Geroiga qarang. Mayli Tamus buni norma, lekin Arkus bilan Estes nimaga? Prosta imba. Xo'sh. Bizaniki hozircha Julian oldi. Endi to'g'risi bilmadim. Istileniya bilan Julian qanday ketadi, lekin mayli, o'ynashni bilsa bo'ldi. Xo'sh, to'g'risi Chichiga ban beriladigandim. Ammo afsuski ban berishmadi. Mana Chichini oldi. Chichi esa yaxshigina azob beradigan Geroy. Xo'sh, biz esa albatta har doimgidek Alucard Geroyni olamiz. Va ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Hozir chiqadi 40 ta o'yin va 80% pobeda. Albatta zblokasiga e'tibor bermaysiz, hali hamma nimalar emblemalar ochilmagan. Shusiz ham 4 ta geroyni puli ketdi, lekin haligacha emblemani hammasi ochilmadi. Xo'sh, ularni olgan geroyi Florin, Alfa, Chichi va 4 talasi ham azob beradigan geroy. Bizda faqatgina azob beradigani bu Fasha, Tigr, Alucard, Julian. Mia to'g'risi unchalik emas. Chunki uni faqatgina qochishdan boshqa ishi yo'q deb o'ylayman, to'g'risi ham. Masalan, hozirgi protivniklarga вообще Mia бесполезный. Masalan, Chichi kimga uradi hozir? Постоянно Alfa bilan Chichining yonida yuradigan Floringami yoki Atmishina и Perifarmda yurgan Alfa bilan nimagami? Chichigami? Urishi mumkin faqatgina kimga? Lelaga, Veilga. Bo'ldi. Endi Veilni unda ham ura olsa. Xo'sh, ko'rib turganingizdek mana pressinglik komanda. Chichi, Lela, Veil, Alfa, Florin. Endi to'g'risi Lela kerak emasdi bu yerda. Hatya bu o'ynashni bilmasa Melissa olgani yaxshi edi. Yoki agar o'yna olsa Moskov. Va o'yin boshlandi. Har doimgidek sirrazu qizil buffga boramiz. Bu safar lekin o'zgarish katta, chunki Romerimiz, ya'ni tankimiz ajoyib tarzda bizga yordam berdi va bufflarni olib olgandan keyin bir payt qarasam Florin solo yuribdi. Low HP bilan va uni sirazu urib qo'yishga qaror qildim va urib qo'ya qoldim bashdan ichiga kirib. Albatta chiroyli tarzda Vazmeziya bilan o'zi ham urib qo'ydim. Va bir payt ularni buffini chopib turib bir payt kustda o'tirgandim, ammo Veil kelib qoldi, uni ham begona qilmasdan urib qo'ya qoldim. Va bu yerda eshiklarni hidi keldi va to'g'ri borib Divine Ubis'ta qo'ya qoldim. Florin esa minga qo'yib qochdi. Albatta Florinni qochirib yuborganimizdan keyinchalik esa o'sha buffni urib bo'lib, o'zining buffini urib turib kustga shundoq sakragan bilaman, Chichi tursa bo'ladimi? Amma mayli, Lazinga chaqirding, endi takansa kelgin dedimda, Chichini ham urib qo'ya qoldim, to'g'ri bashdan ichiga kirib. Va mana ko'rib turganingizdek, Julian AFK, o'sha bitta AFK yes. Va bu yerda ham Cherepahani ko'rib turganingizdek chiroyli perexvat qildim. Tigr qachon kontr beradigan deb, ya'ni ulta beradigan deb kutib o'tirdim. Kontrni ham Inaseginkiga tiqqan holda bitta geroyga berdi. Yana Cherepahani olib bo'lgandan keyin Lesnikka ya. Prosta
bundan lutshi Minotaur, ya'ni o'sha mol yaxshi edi Romga bunaqa o'ynashi bo'lsa. Xo'sh, bu yerda ham ishkalni hidi keldi. Bu yerda ham o'sha ishkalga bordim. Ammo afsuski miyaga rahmat. O'sha menga qo'yib surib ketdi va shuning kasriga o'lib ketdim. Va bu yerda mana ko'rib turganingizdek lord urushayotgan payti Fasha chiroyli qilib HPsini, ya'ni jonini oz qilib alfani ajratib berdi mendan va men bu yoqda двойное убийство qildim. Bitta minus bizadan, ikkita minus ulardan. Просто logично. Va alfani joni to'la deb o'ylagandim, ammo afsuski to'la emas ekan. Men qochib ketayotgandim va quvla olmasdim. Bu yerda miya kelib birinchi marta aqlli o'ynadi. Xo'sh, bu yerda ham ishkalni hidi keldi. Alfani uzr. Lelani sразу urib qo'ya qolmoqchi edim. Va urib qo'ygandan keyin Florinni urmoqchi edim, ammo Florin afsuski qochirib yubordim va uning o'rniga alfani urib turib o'lib keta qoldim. Albatta, поддержка bu payt 0 edi. Xo'sh, ularni buffini chopib turgan paytim shunday ishkal boshlab yuborsa bo'ladimi teammate'larim. Bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lardi, Bashyantagiga kirib, to'g'ri uyalmasdan двойной убийство qilib kelni chopib ketib qoldim. Va mana o kichkina kripchani olib bo'lganimizdan keyin, ya'ni o'sha monsterchani olib bo'lganimizdan keyinchalik esa sразу kallaga chiroyli g'oya keldi, ya'ni juda ham zo'r g'oya va Bashyantagiga Velni urib turib, bu yerda ham уже sразу двойной va тройной убийствоlarni qilib turib, shunday yakunlab qo'ya qoldik. Va statistikani ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Agar e'tibor bermagan bo'lsangiz statistikaga, albatta hozir ko'rasiz. Adashmasam 20 ta kill qildim, adashmasam. Xo'sh, mana MVP va yana bitta medal. To'g'risi bu medalni nomini bilmayman. Xo'sh, mana 14-0. Xo'sh, 21 ta kill qilibman va 2 ta поддержка. Yaxshi, mana o'sha aytayotganimdek, miya вообще to'g'ri kelmasdi bu sostavga. Mana 3-8-5. Tigr bilan o'yna olardi, lekin Tigrning o'zi ham daraja yaxshi o'ynamadi-da. Xo'sh. Yo, uzr, bu safar emas lekin. Xo'sh, mana MVP. MVP qarang, 50 taga yetibdi. Уже 50 marta MVP bo'lib qo'yibmiz, qarang. Mayli, istoriyani ko'ramiz. Bundan oldin mana buni ochamiz demoqchi edim. Вообще o'ta bir bo'q narsa tushdi. Va MVPlarni ko'rib chiqsak, xo'sh. $15 ta MVP. Shu yerning o'zida 15 ta MVP. Значит, qilganmiz 50 ta MVP. Bu juda yaxshi Epic'ning boshida. Va xo'sh, aziz do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, podдержка uchun kattagan rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.